Tasavvur qiling, siz har kuni foydalanadigan 4 ta kompaniya nimani sotib olishingizni, nimaga ishonishingizni va vaqtingizni qayerga sarflashingizni sezdirmasdan boshqarib turibdi. Amazon qulaylikka bo'lgan ehtiyojingizni, Apple mavqega intilishingizni, Facebook e'tiboringizni, Google esa javob topishga bo'lgan ishonchingizni biznesga aylantirdi. Scott Galloway'ning katta to'rtlik kitobi Amazon, Apple, Facebook va Google qanday qilib dunyoning eng qudratli kompaniyalariga aylanganini tushuntiradi. Bugun Amazon orqali bir necha soniyada mahsulot buyurtma qilamiz. Apple qurilmalarini nafaqat sifati, balki obro'si uchun ham sotib olamiz. Facebook va Instagram orqali boshqalarning hayotini kuzatamiz. Biror savol tug'ilsa, javobni Google dan izlaymiz. Bu kompaniyalar hayotimizni osonlashtirdi, ammo biz ularga vaqtimizni, e'tiborimizni, xarid odatlarimizni va shaxsiy ma'lumotlarimizni ham beramiz. Xo'sh, ular qanday qilib insonning oddiy ehtiyojlarini milliardlab dollar daromad keltiradigan tizimga aylantirdi? Scott Galloway'ga ko'ra, bu kompaniyalarning asosiy kuchi texnologiyada emas, inson psixologiyasini yaxshi tushunishidadir. Amazon qulaylik va iste'mol qilish istagini boshqaradi. Apple mavqe, did va boshqalardan ajralib turish ehtiyojiga ta'sir qiladi. Facebook muloqot, tan olinish va e'tibor istagidan foydalanadi. Google esa bilim, javob va haqiqatga bo'lgan ehtiyojimizni egallaydi. Ular mahsulot sotish bilan cheklanmaydi, xizmatlaridan foydalanishni kundalik odatga aylantiradi. Amazon insonning tez, arzon va oson xarid qilish istagini tushundi. Avvallari mahsulot sotib olish uchun do'konga borish, navbatda turish va turli variantlarni solishtirish kerak edi. Amazon esa bu jarayonni bir necha bosqichga qisqartirdi. Uning muvaffaqiyat siri faqat mahsulot ko'pligida emas, Amazon mijozning vaqtini tejaydi, tanlovni osonlashtiradi va ishonchli xizmat yaratadi. Ammo buning salbiy tomoni ham bor. Kichik do'konlar Amazon kabi arzon narx, tez yetkazib berish va keng tanlov taklif qila olmaydi. Biznes uchun asosiy saboq shuki, bugun yaxshi mahsulotning o'zi yetarli emas. Mijoz qulaylik, tezlik va ishonchni ham sotib oladi. Oddiy xaridor esa har bir xarid oldidan bu menga haqiqatan kerakmi deb o'ylashi kerak. Apple telefon yoki kompyuter sotmaydi. U zamonaviylik, did va mavqeni sotadi. Odam iPhone sotib olganida faqat qurilma emas, balki o'zini ma'lum bir guruhga mansub his qilish imkoniyatini ham xarid qiladi. Apple'ning kuchi dizayn, qadoqlash, reklama va hissiy qiymatni birlashtirishdadir. Bu biznes uchun katta saboq. Odamlar mahsulotdan ko'ra, u mahsulot ularda qanday tuyg'u uyg'otishini ko'proq eslab qoladi. Ammo ba'zan odam mahsulotni ehtiyoji uchun emas, boshqalarga nimanidir isbotlash uchun sotib oladi. Shuning uchun xarid qilishdan oldin men buni foydasi uchun olyapmanmi yoki obro' uchunmi degan savolni berish foydali. Facebook va Instagram bepul ko'rinadi. Ammo foydalanuvchi ularga pul bilan emas, vaqti, e'tibori va shaxsiy ma'lumotlari bilan haq to'laydi. Siz qaysi postni ko'rganingiz, nimani yoqtirganingiz va qaysi videoda uzoqroq qolganingiz reklama uchun qimmatli ma'lumotga aylanadi. Algoritmning maqsadi sizni imkon qadar uzoq vaqt platformada ushlab turishdir. Bu kichik biznes uchun mijoz topish va reklama qilish imkonini beradi. Ammo biznes faqat bitta platformaga bog'lanib qolsa, algoritm o'zgarishi yoki sahifa yopilishi katta zarar keltirishi mumkin. Oddiy foydalanuvchi uchun esa xavf vaqtni yo'qotish va o'z hayotini boshqalarning chiroyli postlari bilan taqqoslashdir. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlardan aniq maqsad bilan foydalanish kerak. Google. Bugun odam biror narsani bilmasa, avval Google dan so'raydi. Bu juda qulay. Ammo Google nafaqat javob topadi, balki qaysi javobni birinchi ko'rishimizni ham belgilaydi. Muammo shundaki, qidiruvda birinchi chiqqan ma'lumot har doim ham eng to'g'ri bo'lavermaydi.
ba'zi saytlar reklama yoki yaxshi optimallashtirish sababli yuqorida turadi. Ayniqsa, sog'liq, moliya va huquqiy masalalarda birinchi javobga ko'rona ishonish xavfli. Google bilimning o'zi emas, u bilimga olib boradigan vositadir. Shuning uchun ma'lumotni bir necha manbadan tekshirish kerak. Ularning umumiy formulasi qanday? Amazon, Apple, Facebook va Google turli sohada ishlaydi. Ammo ularning muvaffaqiyat formulasi bir xil. Ular inson ehtiyojini aniqlaydi, qulay yechim yaratadi va undan foydalanishni odatga aylantiradi. Amazon tezlik va qulaylikni, Apple mavqe va o'ziga xoslikni, Facebook e'tibor va muloqotni, Google bilim va javobni sotadi. Biznes uchun asosiy savol shunday: mijoz sizdan aslida nima sotib olyapti? Mahsulotmi? Vaqt tejalishimi? Ishonchmi yoki o'zini yaxshiroq his qilish imkoniyatimi? Bu kompaniyalar hayotimizni yengillashtirdi, ammo ularning haddan tashqari kuchayishi xavfli. Agar xaridni faqat Amazondan, axborotni faqat Googledan, muloqotni faqat Facebookdan boshlasak, tanlovimiz kamayadi. Bizneslar ham bitta platformaga bog'lanib qolmasligi kerak. Mijozlar bilan veb-sayt, Telegram, telefon va elektron pochta orqali ham aloqa o'rnatish zarur. Yana bir xavf: algoritmlar nimani ko'rishimiz va nimani sotib olishimizni sezdirmasdan boshqarishidir. Muammo texnologiyada emas, muammo butun tanlovimizni unga topshirib qo'yishimizdadir. Katta to'rtlik faqat 4 ta kompaniya haqida yozilgan kitob emas. Bu inson psixologiyasi, iste'mol odatlari, brend kuchi, axborot nazorati va raqamli qaramlik haqida kitobdir. Asarning asosiy fikri shuki, texnologiyadan voz kechish shart emas, undan ongli foydalanish kerak. Amazondan xarid qiling, ammo keraksiz mahsulot olmang. Appledan foydalaning, ammo o'z qiymatingizni telefon bilan o'lchamang. Facebookda, Instagramda muloqot qiling, ammo vaqtingizni unga topshirmang. Googledan javob izlang, ammo birinchi natijani haqiqat deb qabul qilmang. Chunki raqamli davrda haqiqiy erkinlik texnologiyasiz yashash emas, texnologiyadan foydalanib, unga qaram bo'lmaslikdir. Sizningcha Amazon, Apple, Meta, Google orasida qaysi biri hayotimizga eng katta ta'sir ko'rsatmoqda? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi videoda qaysi kitob mazmunini ko'rishni xohlashingizni izohlarda yozing.